Bu Buyda namlıq əsərdəki birinci sırlıq tema Wang Jin Wang Məşqavul nəkətdi. Wang Jin'nin bu yerdəki məşqavulluqni taşlab keçib kitishi Su Buydadakı bir kichik to'g'onlar Liangshan ko'lga ko'rsatgan ta'siri nihoyat cho'ng. Endi qarasaq bu yerda Wang Jin keçib ketgandan keyin bu əsərdəki faqat bir shaxs bilan maxfiy holda aloqa turgan yeni Haydarga Shijin bilan. Endi bu yerda Guldar Shayx Lujishimu va bu Wang Məşqavulning nomida ko'p anglagan. Uni bu yurtdimi turaman yeni bir başqa yurtga ko'chib ketdi deb angladim. Keyin hech qanday xabar bo'lmadi, ya bir telefon nomeri yo'q deyman deb deydi. Endi mush vaqtda Haydarga Shijinmu yenimdan ketgandan keyin biz bir xat aloqasi qilgan. Shuning uchun men shu ustozim Wang Jinni izlab mangdim deydi. Ham ertasi Lujishinning uyg'onishini saqlamay o'zi ketib qoldi. Ya'ni o'ylab baqsanglar mush yerga Shijin Wang Jinning nerligini aniq biladi. Lekin bu sirni oshkorlamagan, bu ishni maxfiyroq tutgan bo'lishi mumkinmi? Undaqda bu yerga Wang Jin nega ketib, nima ish qildi degan vaqtimizda bu birinchi bo'lib alamni tashladi. Chunki buning alam marti nat ustun, nat yuqori. Navada bu boshqa bir yaqin yurtga beribmi, yana bu alam marti o'rgatsa yoki mushundaq bir ish bilan shug'ullansa, bu ish noyatiz tarab bu yerga Amir Gavchuning quliga yetadi. Shuningdek bu klip bu yerda buning qisosini davomli elishi tamamen mumkin. Shuning uchun bu yerga Wang Jin birinchi bo'lib alamni tashlatdi. Ya'ni qaynoq suv ish ko'ngilni tish deb bir kichikroq bir choyxona ichib olib, o'zining turmushini qandab, jonini ro'yatini surib o'tgan bo'lishi tamamen mumkin. Endi bu Wang Jinning opsi Wang Kemper shu desam ishlamsizlar. Shu bilish ehtimoli bormi yo'qmi? Wang Jin Wang ana, ma taklif qiziqdinglar bu deymi? Endi bu Wang Jin Liangshan ko'liga o'zi chiqmadi, lekin bu qanday cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Endi o'zi chiqmadi degan vaqtning o'zida buning yosh farqini epetgan vaqtimi, bu Liangshan ko'liga shu vaqtda chiqishmi, bir 50-60 yoshli bovay oldi chiqib qolishi mumkin. Qarasanglar, masalan, Gavchu bilan Linchungning yosh vaqtidimi bu Wang Jin xili cho'ngdi. Gavchu qerib ne keldi, Linchung necha yosh kirdi demak, bu yerda Wang Jinni saqlab turmaydi-da. Endi bu Wang Jin bu mashqavullik o'rnini tashlab ketgandan keyin bunun o'rniga qaplanbash Linchung chiqdi. Linchung chiqqandan keyin buni yeni Gavchu yeni bir ishlar tufayli buni qaslab bu yeni Liangshan ko'liga chiqishga majbur bo'lib qoldi. Linchung chiqqandan keyin bu yerga Wang Lunni o'ldirib, Chaogayni atamanlik o'rniga o'ltirg'izdi. Yeni biri bayam gapini qilgan masharga Haydarga Shijinmi bu yerga Wang Jinni ustoz tutib maharat o'rgangan. Bumi keyin mash ustozimizday safarga ketib berib, amalsiz bumi keyin Liangshanga ilinib qoldi. Endi bu yerga Guldar Shayx Lujishin bo'lsa, mash Shijin bilan paranglashib o'ltirib, kim bu yerga Wang Məşqavul, Wang Jinni gibi chiqib, taz qizib shundoq ishtiyoq qilib anglasa, eliq jinsiylar yig'lig'il turdi mishildab. Shuning bilan ma qizg'inlikda osh qo'shaqmay ochchiqni buniga gap qilib, shuning bilan jinsiylar voqeasiga ilinib qilib, oxirida buni oynilib chuylab yurib, Liangshan chiqib qoldi. Endi bu Gavchu qarsak, Gavchu amal tutmay eliq bir lukchak vaqtida bu yerga Wang Jin o'rdi Məşqavul o'g'ashqa bu yerga Gavchuni urib adavini murdi. Endi bu yerga Gavchu o'z birodat puhra o'g'ashqa buni tankilamaydi, lekin ko'ngilda xap qarab turdi. Sendimi yuqori bir amal tutib, sening adavini vermisan deb bir qisos o'tuldi. Kim bu yerga to'tish kuchining qonuniyati bo'yicha Oyla bu o'tna kuchaygachga oxirgi Gavchu rostli ta'liq qilib tasoddiy amalda bo'lib qoldi. Amalda birinchi qilg'ashi shu Wang Jinni dumbalab uchini oldi. Shuning bilan bu Wang Jinni dumbalab uchini olib o'zim ko'ranlab, bu ishda bir lazzat ep qoldi-da, bu kinmish xumar bo'lib qoldi. Keyin Wang Jinni o'zini Linchungni qo'ydi, keyin Linchungni qasday degandek. Oxirida bu yerda Gavchu Liangshanning cho'ng raqibiga aylandi. Demak, qarsak bu yerda Su Buyda nomli asarning beshida Wang Jin shunday bir chiqib yo'qolib ketganda qilgan bilan bütün asarga bog'linib qolibdimi? Su Buyda nomli asar qiziqtirgan do'stlar, meni qo'shib olishni unutmanglar. Keyingi sonda qaysi polvon haqida anglag'inglar va ping uchun beraman.